Sherzod bloger. İmkoniyat cheklangan oilalarga yordam beradi. Do'stim, men bu videoni ko'rib juda ham ta'sirlanib ketdim. Qanday men ham imkoniyatim bo'lganda shu insonlarga yordam beraman. Do'stim, yaqinda Tojikistonga ketyapsan, ha? Meni bir tanishim avokasiya ochib bilet sotyapti. O'shandan bilet olsang ham savobga qolasan, ham Tojikistonga bemalol yetib olasan. Ke do'stlar, shuni batafsil o'zlarining eshitaylik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalim tomoshabinlari. Kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videomda do'stlar men sizlarga kichik bir loyihani taqdim etmoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda do'stlar ko'plab blogerlar, kambag'al insonlar, yetim yesirlar va sog'liq tufayli aziyat chekayotgan insonlarni hayotini yoritib chiqishmoqda. Ya'ni mana shunday videolarni ko'rganimizda do'stlar, hammamizda ham qaniydi sharoitim bo'lganda mana shunday insonlarga yordam berardim degan fikr tabiiyki uyg'onadi. Va buni bizning loyihada iloji bor. Ya'ni qanday? Do'stlar, bizning aviakassadan oddiy bilet sotib olib, siz sotib olgan biletdan tushgan daromadning 30%ni yetim yesirlar va sog'lig'i tufayli aziyat chekayotgan insonlarga xayriya sifatida tarqatamiz do'stlar. Do'stlar, ushbu videoni ko'plab insonlar ko'rishi uchun kanalimga ushbu videoga ya'ni bittadan like va kanalimga podpisatsiya tugmasidan bosib qo'yishlarini so'rab qolardim do'stlar. Va payg'ambarimizning sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deya hadisiga ko'ra ushbu videoni do'stlar ko'plab insonlarga podelitsiya qilishlarini iltimos qilib qolardim do'stlar. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz xayr, salomat bo'ling.